Agarda to'xtovsiz shunaqangi videolar chiqishini istasangiz, iltimos kanalimizga obuna bo'ling va videoga like ham bosishni unutmang. Men kechasi ba'zimdan uyga qaytayotgan edim. Men mast emasdim. Odatdagidek yurardim va uyga qaytardim. Soat taxminan 20 yo'qarg'uch. Ko'chada qorong'uda ketardim. Ko'chada hech kim yo'q. Havo juda toza, atrof haddan tashqari jimjit. Hattoki shamol ham yo'q edi. Juda g'alati. Mening qadam tovushlarim juda baland eshitilar edi. Bu payt orqamdan yana bir qadam tovushlari eshitila boshladi. Men biroz qattiqroq harakat qildim. Ular ham qattiqroq harakat qildi. Men biroz qo'rqa boshladim va asta-sekin to'xtadim. Shu payt tovush ham to'xtadi. Sekin ortga qaradim, lekin hech kim yo'q. Bu holat meni yanada vahimaga sola boshladi. Yana oldinga qaradim va yurishda davom etdim. Bu safar avvalgidan tezroq yurardim. Tovush ham yana mening ortimdan yurardi. Go'yoki kimdir mening qadamimga moslab qadam tashlayotgandek edi. Bu juda vahimali va qo'rqinchli tuyulardi. Ichimda g'alati bir qo'rquv paydo bo'ldi. Bu narsa meni vahimaga solar edi. Nima qilishni bilmasdim. Tezroq va yana tezroq yurardim. Ko'chada chiroqlar yo'q, bir qorong'u joy bor edi. Men u yerdan o'tishim kerak edi. U yerdan o'tishga harakat qilayotganimda qorong'ulikda bir narsa qimirlagandek bo'ldi. Yoki rostdan ham qimirladi. Men qorong'ulikka qaradim. Ichkariga diqqat bilan tikildim. U yerda bir odam turardi. Sharpa misoli va juda qo'rqinchli. Uning tanasi bor edi. Yuzini esa umuman ko'rib bo'lmasdi. Men unga qarab qotib qoldim. Tanam muzdek terga botdi. Nima qilishni bilmasdim. Asta sekinlik bilan ortga qadam tashladim. U esa meni ortimdan qadam tashladi. Men to'xtadim. Ya'ni qimirlamadim va qadam ham tashlamadim. U ham to'xtadi. U faqat menga tikilib turar edi. Bu qorong'ida uning yuzini ko'ra olmasdim, lekin ko'rishni ham istamasdim. Aniq bilaman, bu chiroyli bir ayolning yuziga o'xshamas edi. Bu undan ancha dahshatliroq bo'lgan narsaning yuzi bo'lishi aniq edi. Men ko'zlarim bilan atrofga qaradim. Biroz burildim, o'girildim. Atrofni sinchkovlik bilan tekshirdim va eng yaqin qochish yo'lini qidira boshladim. To'g'rimdagi ko'chaga qochish eng to'g'ri yo'l ekanligini tushunib yetdim va o'sha tomonga burildim. Bor kuchim bilan yugurib qochar edim. Tovushlar, oyoq qadamlari esa mening oyoq qadamlarimga mos ohangda mening ortimdan quvlar edi. Oyoq qadamlari mening ortimdan men bilan bir xil tezlikda harakatlanardi, balki mendan ham tezroq. Men qochardim. Qayerga qochishni bilmasdim. Ko'chada odamlar yo'q, insonlar yo'q. Agar bir soniya to'xtab qolsam, u meni ushlab olishi aniq edi. Nima qilishni bilmasdim. Bunday payt miyam juda tez ishlar va o'ylar edi. Atrofga qarardim. Atrofga eng yaqin yo'lni, uyimga eng yaqin yo'lni qidirishga harakat qilardim. Qisqasi, men o'ng tomonga burildim. Yo'lni kesib chiqib, o'sha notanish shaxsdan uzoqroqqa, undan ancha uzoqroqqa borishga harakat qilardim. Birdan qadam tovushlari eshitilmay qoldi. Men yugurayotganimda ortimga qaradim. Hech kim yo'q edi. Ko'cha avvalgidek bo'm-bo'sh. Hammasi go'yoki o'z holiga qaytgandek yoki menga shunday tuyulgan edi. Men avvalgi yo'limga tushib oldim va yo'lda yurishda davom etdim. Asta-sekin uzoqdan uyimni topdim va uyimga tezda bordim. Ota-onam biroz kech qolganimni aytishdi. Men esa ularga arzirli hech narsa emas deb aytdim. Men ularni aldadim.